ko'pchilik iltimosiga binoan o'sha payvand qilingandan keyingi jarayonlarni olishimizni bizni kommentariylarda yozilgan, iltimos qilingan. O'shaning uchun biz bu videoni oldik. Shular payvand qilganimizdan keyin nima qilish kerak? Buni bilib olish uchun videoni oxirigacha tomosha qiling. Shular payvand qilganimizdan keyin hozir may oyi 17-sanasi. Payvand qilganimizdan keyin biz birinchi navbatda o'sha payvand qilgan joyimizni yaxshi tushunib nazorat qilishimiz kerak. Payvand qilingandan keyin salafonlarni ko'karib o'sib ketgandan keyin uni kesib olib tashlashimiz shart. Biz payvandimiz ko'karib chiqqandan keyin qiladigan birinchi ishimiz o'sha yonidan chiqqan payvand taklarini onalik daraxtimizni, onalik shoximizni tozalab chiqishimiz kerak. Bu ketgan kuchini biz payvand qilgan novdamizga kuch beradi. Mana shunday novdamiz o'z rivojlanishi kerak. Bunlarni tozalab tashlashimiz kerak. Keyingi qiladigan ishimiz o'sha payvand qilingan salafonlarni olib tashlashimiz kerak. Chunki bizda bu yerda salafon daraxt qo'yadi. Daraxt o'sib rivojlangandan keyin siqishni boshlaydi. Shuning uchun salafonni kesib olib tashlashimiz kerak. Ko'rishingiz mumkin, salafon siqishni boshlagan o'zi. Mana kechikkanmiz biz. Ertaroq olinishi kerak. Menga joyi ishlab ketgan. Lekin salafonlarimiz siqib qo'ygan. Mana salafonlarni olib hammasini tozalab chiqdik. Bachkalarni ham oldik, hammasini qildik. Keyingi qiladigan ishimiz biz mana shu payvand qilingan qalamchamizni novdasini shuni qaytarib tashqariga ko'pda qoldirib kesib qo'yishimiz kerak. Buni qilishdan maqsad biz shu birinchi yilda o'zida shoxlagan onalik shox paydo qilish uchun biz bu yerda kessak shoxlaydi, shoxlar kerakli darajada shoxlab beradi. Pastki qismida esa hosil novdalar paydo qilishni boshlaydi. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda boshlagan o'zi o'rtak chiqarib, barg chiqazib, bu yerda hosil novdalar keyinchalik rivojlanishni boshlaydi. Chunki bizning daraxtimiz kuchli. Shuning uchun bir yilda biz 2 yillik natijaga erishish uchun kesishimiz kerak. Bir yilda 2 yillik natijaga erishamiz. Mana ko'rib turibsiz, biz bu yerda 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 tasini payvand qilganmiz. 5 tadan 5 tasi ushlagan 100% natijaga erishganmiz. Demak, biz payvandni yaxshi qilganmiz. Bizni kuzatishda davom eting, like bosib qo'llab-quvvatlash esdan chiqmasin. Bizga bu motivatsiya bo'ladi. Keyingi videolarimizni bundan ham yaxshiroq qilishga harakat qilamiz. Rahmat.